Rishta radiosi. Qimmatli radio anglag'uchilar. Muhojiratdagi ma'naviy hayotimizni beyitish, vatanga bo'lgan sevginishlarimizga ozroq bo'lsa-mu ma'naviy malham bo'lish maqsadida Rishta radiosini dunyoga keltirdik. Men avval bu radioning har qaysi taraflaridagi xizmatlarda menga yaqindan yordamda bo'lgan, qo'llagan erim Samat abla apandi, qizim Tumar Samat va kichik farishtam Oyvatan Samatga chin qalbimdan rahmat aytaman. Men Norvegiyadan anglatish berayotgan Rishta radiosining programma riyosatchisi Aygul Yusuf bo'laman. Agar men o'rlashtirgan program mazmunlaridan qimmatli do'stlarning azroq bo'lsa-mu ma'naviy huzur ola oladiganligiga ishonch qila olsam, Uyg'urim uchun boshlagan bu kichikkina xizmatim uchun intayin so'yingan bo'lardim. Rishta radiosining tunji qatimliq anglatishida she'riyat olimi, ko'ngillar aromi, anglamaganlar anglasin, ona tilining qudrati, ketganlar unutilmas qatorliq sahiflarni qimmatli tinglovchilarimizning huzuriga sunaman. Tövəndə şe'riyat olimi sahifamizda avval Norvegiyada yashayotgan shoir Mutalib Saydullarning texi yaqinda nashrdan chiqqan Dengizning etqonlari nomli she'rlar to'plamidan ariyalar anglatamiz. Anam. Ayni kechida, ayni yerda, ayni soat. Har kuni takror ve tekrar anam çıkıp geliyordu kızımның gözüdün. Toğulgan günüm. Men toğulgan zamanda muhabbetinin meyvesi edim. 45 göz avvalqi şu çağda. Del muşu minut Muşu daqiqada suyumlik anamga eslib, yig'lig'im keldi bir oza. Bu minnatdorlik, xushallik yeshimdir, balkim va balkim bir azob. Hech hisoblashmas edim shu daqiqa gar nisb bo'lsa. Tug'ilgan kun İkimiznindir. O kezip yürer, iki ölüm arasında. Şiirlerim hiç kamlaşmaz. Cümleler yetim sarar, korlar ara. Şundak bolamdı, hiç bilmedim. Garip köngül kuyga aylansa. Kuşlar, bulutlar, ay hem yulduzlar senden aval keldi yanımga. Ana, mecburi çetip koydum özümni muzikalarga. Arz ettim ünsüz eqiyotgan azim daryoga. Eqib baktım seg'inishning eqillarida. Tug'ilgan kunimda g'aribgan daryo, osmon hamda bu dünya. Hiç zo'qimni tartmas meşhur muzika. Sensiz xiyalla. Mubada şu denizning qarshisidagi kemidan sen chiqib kelsan. Demasmidi daryo zuvoniga kelib, muborak bo'lsin har ishkinglarga. Ana, bu emasmidi tug'ilgan kun uchun en güzel sovg'a. Tilak. Aman bol ko'ngilda ko'klagan osmon. Xayr xo'sh mavhumliq davrdagi tog'. Yiroq qol hijronni so'rgan soat. Ko'klagan armonda yo'yingan tuman. G'oyib bol vahima qoplagan yo'llar. Yenikla mushkulda sızılgan hicran.
Qaytırgın meningge özümni asta. Aman bol söygüni terigan canan. Til. Bilemen gülüm. Asmanның tilini, deryanın tilini, güllerning tilini, insanның tilini, hemmini senin tilingdan başqa. Hayotdagi bir qush edim, aylandim şu an. Oldingdagi tilsiz toshqa. Qadirlik do'stlar, suv ichganda quduq qazg'uvchini unutma deydigan ot so'zi hammamizning esida bo'lsa kerak. Har bir natija qozongan erning orqasida ün-tünsiz qurbonlik beradigan bir qadrlik ayolning bo'ldiganligi haqida doim anglaymiz. Undaqda shoirning xonimi do'stimiz Gulzorning yurak so'zlariga quloq solib boqaylik. Assalomu alaykum Aygul xonim, meni bu sayfingizga so'zlab berishga taklif qilganingiz uchun men bak xush bo'ldim. Ham sizga rahmat aytaman, shu fursatni menga yoritib berganingiz uchun. Siz so'rabsiz, Mutallibning ijodiyatlari uchun qanday badallarni to'ldingiz, masalan. Keyinda turib qanday ishlarni qildingiz debsiz. Demak, bek oson, lekin yig'ib aytganda hamma ishni mehr-muhabbat ichida qilsak, bütün işler yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bu onamdan qolgan bir onam menga o'rgatgan bir oddiy turmush odati. Men Mutallibning keyinda turib chiqishlarni qilib beramsammi, lekin hech bo'lmasa sirtlarda ishlab, masalan, uyga qaytib kelgan vaqtida Mutallibning ishlari uchun uning azroq fursat yaratib, uyning ishlarining hammani men u ishlar hamda biz ayollar qilishga tegishli ishlar deb o'ylayman har qanday vaqtida. Yo'ldoshimga hargiz basab boqmadim hozir qadar. Garchi men Nurgiyat yoshligim 17 yil bo'lgan bo'lsa-mu, o'zimning kulturim, o'zimning ona tarbiyasi, shunday bir kultur bilan cho'ng bo'lg'ashqa men o'zim ishdan kelib uy ishlarini, tamoq ishlari, balni tarbiyalash, hammasini o'z ustimga olib keldim. Har qanday vaqtida bu ishlarni qilgan vaqtimda men nihoyat xushallik bilan qilaman. Hech qachon bir yerish charchash his qilmay odatda. Do'stlarim so'raydi, qo'lim qo'shnilarim so'raydi, masalan, idoramdagilar hatto so'raydi. "Voy sen bu ishlaysa 100% hamma ishni shunday joy-joyida qila olaysa, uylarni shunday chiroyli tuta olaysa, bolalaring shunday yaxshi boqa olaysa, sen charchamamsa?" deb ashunday so'raydi. Yo'q, men charchamayman, hamma ishni yurgimdan qilma, xushallik bilan qilma. Har bir ish qilgan vaqtida men butun o'zimni sezmagan holda kulimsirab turib ish qilma. O'zimni sezmagan holda. Chunki har ishni o'zimning mehr-muhabbati bilan chin yurgimdan qilg'ashqa men hech qachon o'zimni bek yerib ketgandek his qilmayman. Shu Mutallibning ijodiyatiga kelgandimi, men bekchi qo'lladim, chunki u burundan bir yozuvchi, shoir. Agar u yer tug'an bo'lsa-mu, bu jaqchimni necha kitob chiqaradi deb o'ylayman. Endi misha kelib 17 yilning yoqi biz jiqchapalarni totdik. Jiq badallarni to'ldik. Putimizni mishaning ustida mish davlatda ching dastlab turish uchun o'zimizni qurbon qildik. Bolalarimiz uchun jabot tortib ishladik. Agar o'qigan bo'lsak, bilim oshirib, texmo o'zimizni yuqori yerlarda ishlashga ko'zimiz yetdi, lekin bolalarimiz uchun deb o'zimizni qurbon qildik. Undan keyin biz har ikkimiz yaxshi yerlarda ishlab, yaxshi turmushimizni yaxshi qamdagandan keyin men o'yladim, sen o'zingning bu kasbini unutib qolmagan Mutallib. Cho'qim bir narsa yezishing kerak dedim. Umu o'zimi o'ziga vaqt chiqara oladigan fursatlarni topdi. Bu
eng asosli bir oilada har ikki tarafning o'rtaq tirishchanligi bilan bo'ladi har qanday ish. Bir-biriga bog'lanib, bir-biriga yordam qilib, birisi ig'ir kulpat qolganda, yana birisi yana turib, qo'lini tuta oladigan, men sening yoningda xotirjam bo'lgin deya oladigan bo'lish kerak. Shuning uchun men cho'ng bir ishlarni qilib beramsam-mu, ruhiy jihatdan madad bo'ldim. Shuna qilib ish qilib bir-birimizga madad bo'lib, bir-birimizga kuyimchanlik bilan ashundaq o'tyapmiz. Әмді, яш шайра Рәна Тұрсынның «Вәтәнсізлік» намлық ше'ri huzurыңlarda bo'ladi. She'rni boshlashdan ilgari Ra'no Tursunning kim ekanligini qimmatli do'stlarimizga qisqa tunishtirib o'taman. 1986-yili Urumchidagi ziyoli oilasida tug'ilib, oliy maktabda kompyuter kasbini o'rgangan Ra'no ilgirki Xinjiang Universiteti nashriyotining bosh tahriri, dadasi Tursun aka va o'rta maktabda qalbiga cho'nqur iz solgan adabiyot o'qituvchisining ta'sirida adabiyotga cho'nqur havas bog'laydi. Ham kichik turibla adabiy ijodiyatga kirishidi. 2010-yili Shimoliy Yevropadagi Norvegiyaga kelib yerlashgan Ra'no Tursun 3 yildan keyin hozirgi Yevropa Uyg'ur ansamblining iqtidorli qizak chalg'uvchisi Yashar bilan tanishib, to'y qilib, musofirlik hayotidagi eng baxtli kunlarga qadam qo'ydi. Yosh shoira bu jarayonda izchil ijodiyat bilan mashg'ul bo'ldi. Uning 2018-yil yozgan Vatansizlik nomli she'ri muzikalik she'r qilinib ishlanib va Nuruz faoliyatlarda o'qilib, nihoyatda yaxshi olqishlarga erishdi. Keyingi mezgillarda u qadrdon dadasiga bo'lgan cheksiz sevginishni ifodalash uchun o'ziga Ra'no Aybala Yashar degan ismni taxallus qilib, ijodiyat qilishga boshlaydi. Yosh shoira Ra'no yolg'iz she'r va maqolalarni yozish bilan cheklanib qolmay, chet elga chiqqandan keyin terishib o'rgangan turkcha tili bilan ijtimoiy taratqularda Sharqiy Turkiston va navbatdagi qo'rqinchli lagerga oid siyosiy, ijtimoiy masalalarni turk qarindoshlarimizga vaqti-vaqtida yetkazib turdi va Uyg'ur masalasining turklarga to'nilishida bir bo'shliqni to'ldirdi. Bu vatanparvar shoira ota-ona, urug' tuqqansiz yot bir dunyoda qadrdon yo'ldoshi Yashar bilan muyurni muyuriga terib, millatning qayg'usi uchun yig'lab, erki uchun kurash qilib, o'zining yoshlik bahorini va qimmatli vaqtini ijodiyat va millat xizmati uchun sarflamoqda. Vatansizlik. Abduri Ra'no Aybala Yashar. Qapas ichra makon tutdim, yurtdim tamam, ketalmadim. Tirik murda misolidir, bugun holim, kulolmadim. Eller so'rar, nedir isming, nichuk buncha igik boshim? Ismim shuki, vatansiz bir tirik yetim deyolmadim. Vatansizlik eg'ir keldi, boshim ko'kda bo'lolmadim. Uyg'ur qizi yaralsammu atlas ro'mol kiyolmadim. Bayrog'im bor, hilol oydin, hur va erkin ko'k misoli. Na aylayim bayroq bilan o'z yurtimda yurolmadim. Qochoq bo'g'ish nomim mening, boshimni tik tutolmadim. Soğuk hava, soğuk insan, yaqı yurtta künelmedim. Sabır dedim, çişim çişlep, ütüp gider bu gün müddet. Uyg'urluğum ve gururum yol koymadı, yıkılmadım. Türlük capa keldi başka, emma köz yaş tökelmedim. Köz yaş qilmoq ojizlikdir, dadam so'zini unutalmadim. Tushlarimda ko'rarman deb duo qilsam kech kunduz, men afsuski jon dadamni tushlarimda ko'rolmadim.
Meni attin odam qilgan onam yedi, ololmadim. Nigohimda pasibonim uzoqlarda ko'rolmadim. Sharmi haya axloqini udum olgan go'har bilib, amdilikda issiqqina bir china choy berolmadim. Uyg'urimning dardi to'la hammasini yozolmadim. Tugmaski yozsam bu dard, ne qilarim bilolmadim. Uyg'urimning o'rtaq dardi vatan yurtning ishqi bo'lg'ach, vatan dedim, tuproq dedim, boshqa bir so'z qilolmadim. Vatansizman, kimligimga musulmon turk yozolmadim. Ajdod kabi saddichinga ot ustida kirolmadim. Payg'ambarim Muhammaddur dedim, ammo ojiz keldim. Qur'onimni otashlardan yulib tortib ololmadim. Har narsaga shukr dedim, ammo nichun deyolmadim. Yo to'zig'i kishan bo'ldi, kishanlardan qocholmadim. Ni erkaklar shehid ketdi ko'z uchuq armon bilan. Şehitlerinin qisosini men düşmandan ololmadim. Yeşim 30, ruhim hargın, ig'ir yukdan turolmadim. Ushbu kunlar ig'ir kagash, rohat nafas ololmadim. Kimlar shehid, kimlar mahbus, kimlar josus Uyg'urimdan. Qeyrindoshqa ishonolmay birlik bo'lib yurolmadim. Umidvorman, umidimni yuragimdan otolmadim. Kel qeyrindosh tutqunimdan o'zim yolg'iz mangolmadim. Yolg'iz otning dini chiqmas, dini chiqsa chini chiqmas. Bu yo'llarda yolg'iz boshim elib uzoq ketolmadim. Navbatda Turkiyada muhojiratdagi kunlarda o'zining vatan, farzand va oila pirog'ida qon bo'lib eqayotgan yurak hasratlarini ko'z yoshlari bilan kutib qoldirayotgan bir shoirimiz bor. U bo'lsa-mu Abdurahim Paraç. Biz bu yosh shoirning keyin-keyindan nashrdan chiqqan she'r to'plamlaridan Vatansiz kuy nomli to'plamdan elingan Samat abla apandining ovozi bilan o'qilgan Vatan seni seg'indim qavat degan she'rni huzuringizga sunamiz. Vatan seni seg'indim qavat. Abduri Abdurahim Paraç. İçimde bar bir ot muhabbet. Qiynar her gün hicran ve hasret. Yürekteki sözümni aytsam, vatan seni seg'indim qavat. Yekligende yatning yatlıqı, türülgende soğuk kapıqı, tanglangende puchuq tavuqi, vatan seni seg'indim qavat. Tiken ündi mangsam yolumga, gül sanchildi tutsam qo'limga, chechak chiqdi hatta tilimga, vatan seni seg'indim qavat. Bazardimu yolg'izman yolg'iz, yenimda suv lekin men ussuz, tumuzdimu uyim so'g'uq muz, vatan seni seg'indim qavat. Vatansizman sendin ayrilib, qanotimmo sundi qayrilib, kun o'tmadi qildak to'lg'inib, vatan seni seg'indim qavat.
Heyt o'tdi, yig'ladim unsiz. Siqilishning dardi taribsiz. Her soatim shunchalik ansiz. Vatan seni seg'indim qavat. O'xshatmadim gulni gulingga. O'xshimidi hech kun kuningga. O'xshatmadim hatto tuningga. Vatan seni seg'indim qavat. Bildim sensiz yo'qken qimmatim. Buzularken hatta öz etim. Qaldim g'erib shunchalik yetim. Vatan seni seg'indim qavat. Ko'rginimda yurganni ko'lib, qolgan chig'im hasratlik tinib. Ko'rginimda o't bo'lib yenib, vatan seni seg'indim qavat. Nadi bo'lay, chondim shunchalik. Bo'lmag'achqa manga xos kimlik. Qolganimda orda alamlik. Vatan seni seg'indim qavat. Xo'rliq nomus bermedi aram. Yeni tatlanar yaram. Oqar ko'zdan yosh taram. Vatan seni seg'indim qavat. Saqaymedi sensiz bu kallam. Bir siqilish uyg'onsam yotsam. Her narsamda bir narsalar kam. Vatan seni seg'indim qavat. Hamma narsa shuncha yot. Bezlisammu o'zimni pat-pat. Sarsalliqqa to'ydim pandiyat. Vatan seni seg'indim qavat. Әмді көңілер арами saytimizda Yosh 40'dan o'tganda nomli naqsha huzuringlarda bo'ldi. O'tgan kunlar jabrini, yuragimning sabrini, yaqinlarim qadrini bilarsan qirqdan o'tganda. O'tgan kunlar jabrini, yuragimning sabrini, yaqinlarim qadrini bilarsan qirqdan o'tganda. Rayhonlarning atrini, muhabbatning dardini, farzandingning baxtini bilarsan qirqdan o'tganda. Xatni yozmas qalamni, xata bosgan qadamni, jonga botgan alamni bilarsan qirqdan o'tganda.
azarın hak ve nahak kararın çin dost veya ağyarın bilersen qirqdan o'tganda Yürek bağrın tırnılar bilersen kırıktın ötkende ata ana kadrini el yurtunun mehrini bu mukaddes rüştünü bilersen kırıktın ötkende Ötken günler cebrini yüreğinin sabrını yıkınların kadrini bilersen kırıktın ötkende kalbim özün emret men nadanğa rahmet onun kadriga hamiyet bilersen qirqdan o'tganda otang qadriga hamiyat bilersen qirqdan o'tganda qirqdan o'tganda Anlamağanlar anlasın. Yazğıcı Gülşen Abdulqadir xanım tərəfindən qələmə ilinğan 5 fevral arxivləri namlıq kitab 5 fevral Gulji inqilabının 23-cü illığı münasibəti bilan İstanbuldakı Teklimakan Uyğur nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılındı. Kitap Amerika, Kanada, Avustraliya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya qatarlıq dövlətlərdə 2020-ci il fevraldan etibarən setildi. 5 fevral arxivləri namlıq bu kitap 5 fevral Gulji inqilabı haqqında yazılğan tunji kitap bo'lib, kitapqa chet ellərdə yaşab atqan 5 fevral şahidlərinin bayanları, 5 fevral Gulji inqilabı məzgildə İli vadisidəki maarif suyar ruh, savdo tijorat ahvoli, Xitoyning Guljiga elib borgan qirg'inchilikları, Gulji məşrifidən Gulji inqilobiga aylanışqıcı bo'lgan jarayonlar, Xitoy hukumatining ili ruhiga qilgan dushmanliklari, shundaqla avtorning 5 fevral Gulji inqilobidan keyin yozgan maqolalari kirgizilgan. Kitap soni cheklik bo'lib, kitap setilgan davlatlar va setishga mas'ul shaxslar tuvanligicha. Amerikada Zureyra Shamsiddin, Abobekri Osman. Kanadada Tuyg'un Abduveli, Gulshan Abduqodir. Avustraliyada G'ufrojin, Baxtiyor Bo'ri. Germaniyada Abdujamil Hojim. Shveysariyada Abdushukur Abdurashid. Norvegiyada Sanat Abla. Gollandiyada Ahmedjon Aziz. Finlandiyada Iltahun Mamitimin. Türkiye'de Teklimakan Uyghur Kitapxonasi 5 fevral Gulji inqilobida qurban bo'lgan shehidlarimizning ruhi shod bo'lsin. 5 fevral Gulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli, saqlayli va o'qiyli. Şanlıq tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Ana tilning qudrati saytimizda Nurgiyadagi Uyg'ur ziyolisi Samat Abla apandining Uyg'ur ana tili haqidagi yurak so'zlariga quloq solamiz. Men mushu chet elda yashayotgan ko'plagan vatandoshlarga o'xshash Sharq Turkistonda, ya'ni ona vatanimizda tug'ildim. Uyg'ur tili muhitida o'sib yetildim. Ta ki başlangıçtan tatip Ali Mektebi'ni bitirgüç bo'lganlikda jarayonda Uyg'ur tilida o'qidim.
o'qish bitgandan keyin ham Uyg'ur o'tir maktabda o'qituvchi bo'lib xizmat qildim. Shunda bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, garchi shu jarayonlarda biz vatandek vaqtimizda ham ona tilining muhimligi haqida, ona tiliningki ahamiyati, qimmati haqida biz so'zlashgan, bu vaqt anglagan naqshlarni, she'rlarni o'qigan bo'lsakmi, ammo buni haqiqiy chin ma'nosi bilan his qilib yetmagan ekanmiz. Xuddi bu tabiiy shundoq bo'ladigan ishdek tuyulgan ekanda. 2000-yillarning 5-ida men vatandan ayrildim. Vatandan ayrilib bir yot til muhitiga kelgandan keyin yot til muhitida o'zimninki maqsadlarini ravon uqtirib berolmagan vaqtlarimda ona tiliga shunchalik muhtoj bo'ldim. Ona tilininki qimmatini yana bir qatam his qilgandek bo'ldim desam bo'ladi. Yillarning o'tishi bilan chet elda bu yerda farzandimiz tug'ildi. Mening kichik qizim mana Nuriga tug'ildi. Tug'ilib, cho'ng bo'lib, mana shu yerliklarning yaslisiga kirdi. Anandan keyin boshqa maktabga o'qishga kirdi. Shu paytlarda qizim men boshdan kechirganning aksini boshdan kechirishga boshladi. Ya'ni baribir o'zimizning ona tilimiz Uyg'ur tilida so'zlashda qiynaladigan, ba'zi gaplarni ifodalashda qiynaladigan ahvol shakllandi. Buni ko'rgan vaqtimda ichim shunchalik yuragim echishdi. Ona tilininki qimmatini, ona tilininki qadrini yana bir qatim cho'nqur his qilib yetgandek bo'ldim. Vaqtning o'tishi bilan vatandan ayrilgan vaqtimninki uzilishi bilan bo'libmi yaqinqi bir necha yildan beri ona vatanimizda o'zimizning ona tilining chekilmaga uchirishi va xirsqa duch kelishidan keyin hozir ona tilininki bir millatninki mavjud bo'lishi uchun, bir millatninki mavjud bo'lishidagi bir turuk ekanligini texmo cho'nqur to'nib yetdim. Shundaqla hozir men shundoq o'ylayman, bir inson uchun o'zining ona tilida, o'zining ona til muhitida, ona tilda so'zlashninki bir baxt, bir huzur bo'ladiganligini, o'zining ona til muhitida xizmat qilishninki bir baxt, bir omad bo'ladiganligini his qilyapman. His qilib yetdim desam bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda farzandlarninki, bolalarning ham o'zining ona til muhitida o'sib yetilishi, ona tildagi maktablarda o'qishning ham bolalar uchun bir cho'ng baxt, talay bo'ladiganligini men kundan kuniga cho'nqur to'nib his qilib yetyapman. Növətdəki Ketkenlər unutulmaz səhifimizdə Uyğur üçün saqıgan yulduz, ot yürək inqilabçı, ölməz kuyçi, şair, dağlıq muzikant, rəhmətli Küreş Kösən naqşlardan ariyalar anlatımız. Əkəksu namı bilən nəşr qılınğan naqşlarımni, acayip müşkül və mənilik hayat musafirlərini, səmimiyyət karvini bilən besib ketivatqan qadirlik dostlarga bağışlayman. Şundaqlı bu naqşlarımni qahraman meydanda bir qitim yengsə, pinhanda olturub min qitim ölüdigan həsədxorlarga həm bağışlayman. Gül erkek suğu çümülgən dostlarga mənsub. Tiken əbədi məraz həsədxorga mənsub. Öz halallığı hem süzüklüğü bilen taştın taşqa urulup akıdığan su, erkek su. Tarım, fakat tarımla öz zeminidin başınıp, yani öz zeminine sınıp getidu. Şunu onun suyu hakiki erkek sudur.
emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki ashta. Avliyo emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki arshda. Ko'rsatib qo'yinglar yetim changini. Birovlar qilsa bizni surishdi. Ko'rsatib qo'yinglar yetim changini. Birovlar qilsa bizni surishdi. Tat birodar so'roqlarini kulib qolgan biz bo'ron kuygan payg'ambar qaytidin dunyoga kelar. Çümülsek tarımın erkek suygen. Peygamber qaytidin dünyaya keler. Çümülsek tarımın erkek suygen. Erkek su tarımın suyu. Erkek su yurtumdan suyu. Erkek su tarımdan suyu. Qadrli do'stlar, bugungi anglitishimiz vaqt munosabati bilan mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qatimliq anglitishimizda men yana har xil go'zal programmalarni o'zingizlarga sunish uchun tirishman. Oxirda programmalarni tinglash uchun qimmatli vaqtni sarflagan barliq qadrdonlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Shundaqla teninglarga salomatlik, oilangizga baxt saodat va xotirjamlik yor bo'lsin.